Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Uyingizda quyosh panellari o'rnatilganini eshitdik va yashil ta'mir loyihasi bo'yicha keldik. Marhamat. Rahmat katta. Akmal aka, uyingizda quyosh panellari o'rnatilganini ko'rib turibmiz va bu qarorga qachon va nima maqsadda keldingiz? Nimalar turtki bo'ldi? Bizda o'zi hamma narsa yashil. Mashinamiz ham yashil, stadionimiz ham yashil, bog'imiz ham yashil. Bog' qilganmiz, yana to'k ishlab chiqarish ham yashil energiyaga mo'ljallangan. Hamma narsamiz bu tabiiy holatda hayotimizni yaxshi tomonga o'zgartirish, bizga ham yashillik yoqadi. Ham bahor kayfiyat doim yil-o'ni tark etmaydi, bizani qo'llab-quvvatlab turadi, hayotimizga mazmun kasb etadi. Yashil energiyasi, yashil o'sha ta'mir yo'nalishi bo'yicha turtki bo'lgani sababi hayotimiz shunga borib taqaladi-da. Masalan, yashil bog' qilasizmi, boshqa narsa qilasizmi yoki elektr energiya olib chiqamizmi, bular bizning hayotimizning ajralmas bir qismida. Bog' qilsak ham shuni foydasini o'zimiz ko'ramiz, atrofdagilar ko'radi. Keyin yana bu elektr energiya bo'yicha hozir prezidentimiz qo'llab-quvvatlayaptilar bu narsani. Chunki iqtisodimizni rivojlantirishga o'ta muhim bo'g'inda bu narsani. Buni rivojlantirmasdan turib bironta soha rivojlanmaydi birinchidan. Shu uchun o'zimizga ham sexlarimiz, boshqa ishlab chiqarishlarimiz bor edi. Shunda tarmoqdagi qisqa tutashuvlarni oldini olish bular ko'p bizga qiyinchilik olib kelardi, ishlarimiz to'xtab qolardi qaysi ma'noda. Shuni oldini olish bo'yicha o'zimizga bir kichkinagina 5 kilovatlik quyosh panellarini o'rnatib loyihasini qildik. Shunda bizga hayotimizga bir o'zgarish kirdi-da. To'y qilamizmi, ma'raka qilamizmi, uyga chiroq o'chayotgan yoki bir kamchilik bo'layotgan deb lampa chiroqlarga yoki shamlarga ehtiyoj bo'lmasdi. Xavotir yo'qoldi. Yo'qoldi. Xohlagan masa ko'chadagi biron kishi bo'lsa ham, biron bir to'k kerak bo'lsa bizdan kelib o'sha olishga harakat qilaydi, zaryadlashga, boshqasiga. Shu yo'llanish bo'ldi, aytdimki, shu turtki bo'ldi-da. Yana prezidentimiz qo'llab-quvvatlagandan keyin subsidiyalar ajratibdilar, kam foizli. Aytdim, shundan foydalanib shu loyihani rivojlantirsak-chi dedik. Yana buni 10 barobarga ko'paytirishga o'zimizga fikr tug'ildi. 5 kilovatni hozir 50 kilovatga o'zgartirdik. Bu hozir o'tgan yil oktyabr oyiga ishga tushirdik. Shu kecha kunduzga 33 ming kilovat ishlab chiqarib berdi. Qishda eng o'sha quyosh kam bo'lgan davriga oyiga o'rtacha 6 ming kilovatdan to'k ishlab chiqarib berdi. Ham uyimizni to'ki bepul qismimizga qolyapti. Ham o'rta hisobda oyiga 5 milliondan o'zimiz elektron raqamlarimizga davlat subsidiya ajratib tashlab beryapti. Bu oylik maoshi, qo'shimcha daromad, yana qolgan ishlarimizni bog'imizga, uyimizga yana foydali ishlarimizni bajarib boryapmiz. Quyosh panellarini o'rnatishda hech qanday muammolarga duch kelmadingizmi? Yo'q, bu navorot qira borsangiz ham o'sha davlat tashkilotlaridan ham o'sha quruvchi tomonlardan ham qo'llab-quvvatlanadi. Hech qanaqa buni arza berishga yoki o'rnatishga, bir ulanishga hech qanaqa to'g'ri kelganimiz yo'q. U qachonki o'sha dastur bo'yicha ham yozib yuboramiz, 3 kunga javobi kelyapti. Qachonki bu bir ish qilaman desangiz, yillar davomida qog'ozlarni ko'tarib yurishga to'g'ri kelaydi. Hozir bu rahmat prezidentimiz va rahbarlarimizga shunaqa bizga imkoniyat beribdilar. Bulardan qolgan fuqarolar ham foydalansa, ro'zg'orga qo'shimcha daromad keltirsa, bu foydadan xolida. Albatta aholimiz uchun eng qiziq mavzu bu albatta xarajatlar. Birinchi 5 kilovatligimiz u biroz qimmatroq tushadi, chunki gibrid akkumulyatorlik masalalari edi. U o'rtacha bir 6 million atrofiga tushadi 1 kilovati. Hozirgilari eng yuqorgi so'nggi avlodlarni sotish loyihasini qo'ydik. O'sha liniyalari va bularga o'rnatilgan qo'shimcha stalbalar, boshqa narsalar bilan ketgan vaqtga bu ham 5 milliondan ketdi kilovatiga. Lekin buni dasturda loyihasida ko'rib chiqdik, ana hozir ishlab chiqaradigan to'kimiz loyihasida o'rta hisobda 2,5 yilga o'zini qoplaydi. 100% qoplaydi, ham yana shu davrga o'zimiz iste'mol qiladigan elektr energiya o'zimizga foydaga qolyapti. Bunday sharoit men o'ylaymanki boshqa davlatlarga bo'lmasa kerak bizdan. Rahmat, shunaqa loyihalar qilib sizlar bizlarni qo'llab-quvvatlab, davlat tashkilotlari qo'llab turgani bir katta ahamiyatga ega-da. Buni qolgan fuqarolar ham to'g'ri tushunib, shu yo'nalishga
ham foyda ko'rish masalasi bo'yicha ham davlatga bir ko'makchi bo'ladi, shu yaxshi bo'lardi-da. Bu loyihani ko'paytirsak. Kreditlar rasmiylashtirdik, endi baribir hamma narsaga imkoniyatingiz yetmasligi mumkin. Ana davlatimiz tomonidan ligotalar qilib berildi, oldik shu narsalarni yetmagan joyga. Bu narsa o'zini 200% qoplaydigan narsa-da. Faqat davriyligi bor. Shu davriyligi bo'lgandan keyin ana bu siz aytadigan hamma loyiha yashil bo'lgandan keyin iqtisodiyotimizga asta-sekinligi bilan yaxshi tomonga ta'sir ko'rsatadi. Buni qolgan fuqarolarimiz ham to'g'ri tushunsalar yaxshi bo'lardi. Qancha muddatda o'rnatib berishadi? Qancha muddatda ishlash jarayonlari boshlanadi? Buni qurish juda ham ko'p vaqt olmaydi. Bu o'rtacha 50 kilovatlik maksimali 1 oy ichiga ishga tushadi. Qolganlari undan ham qisqa vaqtga ishga tushiriladi. U hech qanaqa vaqtga, narsaga taqalmaydi. Asosiy shartnoma qilib bilsalar bo'lib. Hozir firmalar hammasi nastar tayyor turibdi. Bu narsalarga hamma narsalar, mablag'lar ham yetarli, texnologiyalar ham yetarli hammasi. Faqat fuqarolarning o'ziga istak bo'lsa, bu amalga oshib ketaveradi. Ko'pchilikni qizdiradigan birinchi savol aytadiki, quyosh bo'lmasa, qor yomg'ir yog'gan vaqtga qanday buni energiya ishlab chiqarishi deydi-da. Men o'zim maxsus shuni yomg'ir yog'ayotgan vaqtga borib kuzatib o'tiribman. Soatiga 5,5 kilovat tok ishlab chiqaradi. Yomg'ir yog'ayotgan vaqtda. Qor yog'di, shu 2-3 marta, shu qor yog'gan kunlarga 50 kilovatdan ziyod ishlab chiqarib beradi. Meni bir kunlik iste'molim 20 kilovat bo'lsa, o'zim iste'molimdan 2,5 barobar ziyod. Endi bu hech bo'lmaganga mendan tashqari 3 ta xo'jalikka, xonadonga energiya beryapti. Yaqin atrofga. Yaqin atrofga beryapti. O'sha qor yog'gan kunlari. Endi boshqa kunlar o'rtacha 300 kilovatdan ziyod tok ishlab chiqaryapti. Bu hozirgi endi bahorgi mavsumga bir oyga o'rtacha 9 milliondan yuqori degani. 9 ming kilovat degani, bu 9 million degani davlatimiz subsidiya ajratib bergani bilan. Endi bu ko'pincha fuqarolarga chetga ishlash yoki ishsizlik qiynaydi, boshqasi qiynaydi. Bu qo'shimcha daromad. Masalan, asosiy qishda eng qora kunlariga ana o'z ko'zlaringiz bilan ko'rdingizlar 33 ming kilovat ishlab chiqaradi. Endi bu yog'iga o'yiga o'rtacha 10 ming kilovatgacha chiqadi. Tushunarli. O'rta hisobga 90 million daromad keltiradi. U 90 million men o'ylaymanki, u endi hozir ayrimlar og'iz ko'pirib gapiradiganlar bu, men chet davlatga borib anamcha topdim, muncha topdim, lekin men oilamni boshiga bo'la turib to'y ma'rakalarga qatnashib, o'zimni ro'zg'or ishlarimni qilib turib 90 million daromad ko'raman. Davlatga ishlaydigan fuqarolar kelib, o'ziga kamga 3-4 tasi o'zini uyiga qurdirtirdi shu loyihadan. Chunki ko'rdi ular. O'sha yoqqa ham ko'rib kelyapti. Demak, buni foyda faqat foyda. Shu jihatlari bor. Ikkinchi tomondan ikkinchi beriladigan savol fuqarolarni davlat deydi, senga 3 yil ligota beryaptimi deydi. 3 yildan keyin tokingni olmayman desa nima qilasan deydi. Men ularga bir nechtasiga aytaman, baraka topkur. Davlatimiz 2030-yilgacha yashil energiyani 70% ga chiqaramiz deyapti. Qanday sandan olmasligi mumkin? Qanday davlatdan xuddi biza davlatning farzandlari, qanday farzandini o'zi tupga tiqib qo'yishi mumkin, boshi berkuvchaga tiqib qo'yishi mumkin. O'sha olmagan vaqtimga o'zimni atrofim va o'zimni uylarim hammasi yashil energiya bilan bepul tok bilan ta'minlangan bo'ladi deb ularga yo'nalish beraman. To'g'ri tarafini tushuntirasiz. O'shangacha sen 3 yilgacha puling chiqarib olding. 100% senga foydaga qoldi. Olmasa o'zing foydalanaverasan deyman. To'g'ri. Pul chiqib bo'ldi. Xarajat qoplandi. Buni o'rtacha ishlab chiqaradigan kompaniya aytayaptiki, o'rtacha 20-25 yil senga garantiya ishlashi deyapti. Koni foyda ko'p. Bu quyosh panellari ishlashdan to'xtaydi. Buni xavfsizlik darajasi mana shunga dasturlangan. Tarmoqda uzilish bo'ladi yoki bir ta'mirlash bo'ladi. Katta energiya chiqib ketmasligi uchun xavfsizlik chiqadi. Lekin
uyimizga o'rnatilgan o'sha maynasi inverter deyiladi. Bu inverter uyni doimiy tok bilan ta'minlab turaveradi. Siz uyingizga o'chmaydi. U masalan 2 soat uzilish bo'lishi mumkin yoki 5 soat uzilish bo'lishi mumkin. Uyimizga u kamiga 10 soatga yetadi. O'sha yig'ilgan tok. Zaxira toki 10 soatga o'rta hisobga 10 soatga yetadi. 1 kilovatdan ishlatgan vaqtingizga 1 kilovat bemalol uyda iste'moli bo'lsa 1 kilovat bo'ladi. 1 kilovatda 10 soatga yetadi. Yana u ta'mirlash tugadiki, yana tarmoqqa ham chiqaraveradi, o'zini zaxirasini ham to'ldirib boraveradi. Yashil ta'mir loyihalaridan, xususan quyosh panelidan foydalanish bilan aholiga, atrof muhitga qanchalik foyda keltiramiz? Hozir bizga dastur bor, shuni hisoblab turadi. Hozir 33 ming kilovat tok ishlab chiqargan bo'lsak, endi hozir dasturga kirsam ko'rsatdi. Necha 5 tonnadan ziyod ko'mir, necha yuzta daraxt ekonom bo'lyapti-da. Yana hozir atrofdagi ko'chamizdagi fuqarolar rahmat deyishyapti, davralarga o'tiramiz. Sizni shu loyihangiz deydi, biz ham tokni kuchlanishini ko'tarib beryapti. 230 voltgacha ko'tarib beryapti. Ham bizni ko'chamizga svet o'chishi deyarli kuzatilmayapti. Chunki transformatorlar zo'riqib ishlamayapti-da. Chunki bizga har soatiga 40-45 kilovat tok ishlab chiqarib turgandan keyin transformatorda yuklanish kamayapti avtomatik. Shu uchun boshqa ko'chalarga o'chsa, yo qishloqlarga o'chishi mumkin. Bizga deyarli qanaqadir bir ta'mirlash, bir nima uchun maxsus o'chirmasa, o'chirilmayapti. Ana bu endi bu yashash tarzini yana bir yaxshi tomonga o'zgarishida. Shart-sharoitlarni yaxshilash uchun xizmat. Faqat o'zingiz va atrofdagilar uchun. Shu to'y ma'rakalarga o'tirgan bo'lsak ham aytishyapti, rahmat shu narsani yo'lga qo'ydingiz. Aptekasi bor, do'koni bor, boshqalar ham aytibdi. Shu uchun ham texnikalarimiz ishlashi yaxshi deyapti, ham to'kishmayapti deyapti-da shu. Ular ham qiziqish bo'lyapti. Biz ham o'rnatsak nima bo'ladi? Mana qo'llab-quvvatlayman, qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. Yaxshi tomonga asosiy. Hozir loyihani qilganimizdan keyin bir 50 kishi kelib ketib, shundan bir 20 tasi o'ziga o'rnatdi. Shu loyihamizdan ko'rib, bir ikkitasiga o'zimizdan o'rnatib berdik. O'shanga ham muammo bo'lgan yo'q. Shuni ham boryapti, 3 kunga kreditini rasmiylashtirib, elektron raqamlarga pullarni tashlab oladi. Aytgan joydan borib o'sha texnologiyalarni olib o'rnatib beramiz, ishga tushib. Hozir do'kon ochaman deyapti, restoran ochaman deyapti, chunki tok uzilishi bo'lgandan keyin uni ishlab chiqarish o'xshamay qolmasligi uchun oldindan shu narsani taxlashtirib berdik biz unga. Rahmat kattakon. Endi maylimi? Ko'rsanglar xalaringizni. Albatta. O'zim yasadim, borib oldin shogird turdim, yosh yigitlarga, o'shalar texnologiyani tushunadigan yigitlarga shogird turdim. Keyin buni o'zim o'z qo'llarim bilan buni yasadim 3 oy davomida. O'z qo'llarim bilan yasadim. Hozir shuni yuvish jarayoniga keldik. Mana endi bu yoqda chang mavsumi bo'ladi, yozga quruqchilik bo'ladi. Shunga yuvsak oyiga buni 2000 kilovatgacha energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirar ekanmiz. Bu yuviladimi ustidan? Ha. Buni yuvsak tokni ishlab chiqarish, tortish darajasi yana 10% ga ortar ekan. Bu 10% ga ortsa, bir oyga o'rtacha 2000 kilovatga yetar ekan. Shuni hozir shuni unaqa qilamiz. Loyiha qilamizki, birinchi o'zimga qo'llab ko'raman, keyin xuddi shunday ana shu narsani o'zimga qo'llab qolganlarga ham o'rnatib berdik, darajasi yaxshi bo'ldi. Endi yuvishni ham o'zim eksperiment qilib, shuni xuddi tomchilab yomg'ir bilan yuvganda yuvadigan darajaga keltirib, demak o'zini usuli bor uni. Usuli bilan yuvish, xuddi yomg'irga o'xshab yuvish, tomchilab yuvish ham tokni ham suvni ekonom qilishda beradi maqsadimiz. Ham uni effektini oshirish, shuni darajasi, shu narsani yo'lga qo'yish, o'zi eksperiment, faqat yuvish yo'lga qo'yamiz. Agar o'zini borib ko'raman, ishlab chiqarganini ko'raman desa, qoni yana bir o'zini inverteri bor ishlab turibdi. Ko'ramiz, inverterlar. Ehtiyot bo'lib tushasiz singlim. Voy, bu haqiqiy yashil ekan, aytganingizdek. Beri arix daraxtlarini qilganmiz, ko'chatlarni funduk deydi. Bu o'sha Toshkentdan, Qozoq chegaradan borib o'zim maxsus olib kelganman bu narsalar bilan hosilga kirdi. Xandon pistalar ekkanmiz. Bularga asosiysi klimat kerak-da. Salqin klimat kerak. Shu uchun ustiga setka tortaydik buni. Ana hozir quyosh
panellarni qilganimizdan keyin bog'imizga ana bu qizil krepson Jizzax almasi. Bu o'sha ham salqinlik beryapti quyosh panellarimiz, ham bundan hosilidan foyda qilamiz. Rivojlanish yaxshi bo'ladi, tabiiy bo'ladi. O'sha vodiyda yoki tog'da o'sha Jizzaxda salqinligini beradi-da. Shu bo'lmasa ana bu hozir buni ishlab chiqaradigan energiya maynasi bu Inverter. ha, inverter. Hozirgi vaqtga ishlab chiqaryapti, 33 kilovat tok ishlab chiqaryapti. 33 100 watt chiqaryapti. Bugungi iste'molga 42 kilovatdan ziyod chiqargan hozir ertalabdan. Ofisi 32,5 ming kilovat tok ishlab chiqargan. Bugunning o'zida? Endi 6 oy davrida 6 oy. 33 mingga qarab ketyapti ishlab chiqarishi. To'g'ridan to'g'ri bu qishlog'imizni ko'chasiga liniyaga chiqib ketyapti. Sizni bir so'z bilan haqiqiy fidoyi fuqaro deb atash mumkin ekan, chunki ko'rib turibmiz bog'irog'lar, yashil energiya va endigi navbat yashil stadion yoshlar uchun. Davlatga xodim bo'lib ishlagan davrimizda bu narsani ko'p unchalik his qilmasdim-da. Nafaqaga chiqqandan keyin necha yil davrida shuni ishlab yoshlar bilan, fuqarolar bilan faqat targ'ibot, tashg'ibot ishlar olib borilaydi-yu, keyin nafaqaga chiqqandan keyin to'xtab qolmaydi degan maqsadga o'zi asli bir to'yxona bo'lish kerak edi. Men aytdim, to'yxona qilsam faqat foydani o'zim ko'raman. Boshqa degan fikrga keldi-da, shuni stadionga o'zgartirish fikri to'g'ri keldi. Ana endi hozir bu tomonga qo'shimcha loyihalarni, kortlarni tashkil qilamiz, voleybol, basketbollarni tashkil qilamiz deb turibmiz. Hozir bu narsani tashkil qilganimizdan buyon bir yilcha bo'lgan bo'lsa, yoshlar ham, ya'ni hozir yaqinga qizlarni ham jalb qilyapmiz. Yosh shu maktabimiz yonimizga bo'lsa, ular ham kelib o'ynashga harakat qilyapti. Ular yod g'oyalardan asrayapti birinchidan. Bularni o'sha telefon, kompyuter, boshqa narsalarni qulligidan asrayapti. Bu yerga kelgandan keyin 1 soat o'ynasa ham ularga bir kunlik adrenalin yetarli bo'ladi-da. Boshqa narsaga ularga o'qishdan boshqa narsaga vaqt ajratish imkoni kerak ham bo'lmay qoladi. Ularni o'zini o'sha sportdan oladigan qoniqishi bir kunga bemalol bir haftaga ham yetadi-da bu narsa. Shuni tashkil qilgandan ham davlatimiz yaratib bergan imkoniyatlardan ham o'zim ham xursand, keyin yashayotgan umrimdan o'zim ham ma'no kasb topyapman-da. Tushunarli. Bu yashil davlatimiz qo'llab-quvvatladigan, shunday beradigan imkoniyatlardan boshqa fuqarolar ham to'g'ri foydalansa, jamiyatimizga koni foydada bu narsa. Hozir kompaniyalar bilan gaplashyapman. Yashil energiya o'sha shamol generatorlari bular tinimsiz 24 soat ishlaydi. 15 kilovatligi o'rtacha 10 kilovat tok ishlab chiqarsa, bir kunga 300 kilovat bo'ladi. Bir oyga 9000 kilovat bo'ladi. Ana qarang. Unga siz qo'shimcha hech narsa qilmaysiz. Yiliga bir marta texnik xizmat ko'rsatiladi. Qolgan vaqtda yil-yo'nik ayni bizaga qishki mavsumga yorug'lik kam bo'lgan vaqtiga, energiya sarfi ko'p kerak bo'lgan vaqtga uni ishlash darajasi yuqori cho'qqiga chiqadi. Qishki davrga shamol, palanglar boshqasi yuqori bo'lgandan keyin ishlab chiqarish samaradorligi bemalol 100% gacha ko'tariladi. Uni bir donasi har qanaqa oilani o'sha fuqaroni ehtiyojidan ortiqcha bo'ladi. Ham liniyaga o'sha elektr energiya tarmoqlariga chiqarish foydasi ham, samaradorligi ham yuqori bo'ladi. Endi shu narsani o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa shularni ham agar davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlasalar, 10-15 kilovatlik o'rtacha kamiga shu narsalarni yangi quriladigan binolarga yoki fuqarolarga tavsiyasi shunaqa yo'nalish bo'lsa, bular faqat foyda. Narxi qanaqa ekan uni? Narxini endi hozir bo'lmagan sababli endi boshiga ular 1-2 kilovatlik qo'ygan ekan. O'sha bizaga o'rtacha qanchadandir chiqadi, endi hozir ayta olmayman deydi. Hozir. Yo'q bo'lgan narsaning narxini aytmaylik deydi. Men aytdim, "Qo'y bo'lmasa bu narsani olib kelinglar, ichmasa 10 dona, men 4 donasini o'zim sotib olaman" dedim. Ana davlatimiz pul ajratib kerak, moliyaviy jihatdan qiynalsam boraman, murojaat qilaman, pul ajratib beribdi-da. O'zimga shuncha joy bor, stadionim bor. Qo'yaman, liniyaga chiqarib yuboraman. Qiyin ish emas.
o'sha boshqa kompaniyalar bilan bog'lanib turibman. Shamol energiyasi bo'yicha Al-Solar, Solex kompaniyalari bilan bog'lanib turibman. Hech bo'lmasa fuqarolarga 10-15 kilovatlik shamol generatorlarini o'rnatib berishdi. Yo'lga qo'yish iloji bo'lsa, o'zim aytaman, hech bo'lmasa o'zim 4 donasini sotib olib o'zimizni hududimizga o'rnatib, yana undan ham to'k ishlab chiqarsak, G'ubdirning haqiqatan 2 barobar yashil energiya bo'lardi. Hozir bu narsa ham yaxshi fikr bo'lyapti, chunki energiya samaradorligini oshirish jihatdan potrебленияsi o'sha energiyaga bo'lgan qaramlikni kamaytirish jihatdan siz aytadigan o'sha texnika, texnologiyalar hayotimizga juda muhim. Ayrimlar aytyapti, uyimga deydi 70 litrlik, 100 litrlik Ariston qo'yaman deydi. Baraka topur, senga nima kerak bu narsa? Sen hech bo'lmasa 20 litrlik qo'ygin, ekonom. Yoki bitta qozon qo'ygin, siz aytadigan qozondan qo'ygin, butun binoni issiqlik bilan ta'minlaydi. Ham hammomingga, ham oshxonangga, ham boshqa narsalaringga yetadi deb kecha bitta o'rtog'imga tushuntirdim. Hamma oldinroq olib qo'ydim deydi. 70 litrlik nima qilasizlar bu narsani? Hisoblab berdim. O'rtacha 1 kilovat soatiga iste'mol qilsa bu bir kunga 24 kilovat bo'ladi. Bu 24 kilovat degani endi xarajatlar bilan 20 ming so'mga chiqsin, davlatimiz subsidiya qilib bergani bilan. Bir oyga 600 ming so'm bo'ladi bitta Aristonni. Tok iste'mol. O'zing sen qancha daromad ko'rasan? Bu naborot seni kambag'allikka yetaklaydi. Shuning uchun energiya samaradorligi yaxshi bo'lgan qo'l yuvadigan moslamadan qo'ygin. Oshxonangga, dushingga, boshqasiga. 3 sekundga qo'lni yuvadigan darajadagi suv isitib beradi, energiya samaradorligi ham kam. Foydali jihati ko'p. To Aristoningdan qo'l yuvganingcha suv dedim, kamiga 5 litr suv isrof bo'ladi. Suguncha. Ha, to issiq suv yetib kelguncha. Yetib kelguncha. Uni ochishingiz bilan issiq suv qo'lingizga kelaveradi-da. Ham suvdan ekonom bo'ladi, ham energiyadan ekonom bo'ladi, ham hamyonga hamyon bu. Siz aytadigan narsalardan albatta qo'llayman bu narsani. Uni qo'llamasak, bundan buyog'iga ham davlatimiz rivojlanmaydi, ham o'zimiz hamyonimiz kasodga uchraydi. Yashil ipoteka kreditlaridan foydalanish samaradorligi, rahmat seni qo'llab-quvvatlab shunaqa texnologiyalarni biz hayotimizga tatbiq qilayotgani, biz chet ellardan ko'rib, YouTube, Telegram kanallaridan ko'rib bu narsalarni orzu qilamiz. Ana shu narsalarni hayotimizga davlatimiz dasturiy yo'nalishiga sizlar tashkil qilib bizga taklif qilayotganlaringiz faqat foyda bo'lib turibdi. Nasib bo'lsa bu narsani uyimiz ta'miriga siz o'z taklif qiladigan yaxshi texnologiyalardan foydalanishni maqsad qilyapmiz. Ipotekalardan va o'sha texnika texnologiyalardan foydalanishni maqsad qilib qo'yganmiz. Ham bu narsani energiya samaradorligi yaxshi bo'ladi. Bu narsani hozir uyimizga eskicha yog'och yoki oldingi davrdagi energiyani tejamaydigan mahsulotlardan foydalanardik. Bular ko'proq bizga energiya talab qiladi. Uyda isitish yoki sovutish holatlarida ko'p muammolar keltirib chiqaradi. Hozirgi ayni energiya samarador Aquaplast yoki shunga o'xshagan imzo, ya'ni hozirgi chiqadigan texnologiya, yashil energiya mahsulotlarining texnologiyalari hayotimizga faqat yaxshilik, o'sha yangi imkoniyatlarni olib keladi. Yaxshi shart-sharoitlar. Yaxshi shart-sharoitlarni olib keladi. Unga energiya potrебленияsi ham kam bo'ladi, o'sha iste'molga bo'lgan talab ham kamayadi. Ham ko'rinish jihatdan sifatli Yevropa, o'sha jahon standartlariga mos bo'ladi. Bular hayot tarzimizni yaxshi tomonga faqat o'zgartiradi. Davlat dasturiy yo'nalishi bo'yicha bizning imkoniyatlarimiz qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Kelgusi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'ling. Shunday qilib Buxoro viloyatiga bo'lgan tashrifimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz ham buyuk ajdodlarimiz kabi yosh avlodga yuksak kelajakni qoldirish ilinjida bo'laylik va yashil tabiat, atrof muhitni asrashga o'z hissamizni qo'shaylik.